pulingiz ko'p bo'lsa, mana shu narsalarni ishlatsa bo'ladi. 3,5 metrlik kuxnyada Bloom'ni eng ko'p sotiladigan mexanizmlarni obzorini qilib beramiz. Agar sizda ham shunaqa joy bo'lsa, pulingiz ko'p bo'lsa, mana shu narsalarni ishlatsa bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'taman. Bu servo drive mexanizm. Servo drive mexanizm bitta kuxnyaga qo'yiladi. U 3,5 ming, 4 ming dollarcha chiqishi mumkin. Lekin siz servo drive ekan deb o'tirishingiz kerak emas. Bu mexanizmni qo'ymasa, mexanizmda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Mana shu mexanizmimiz hashif bo'ladi. Hashifni bu yerda ko'rsatilayotgan narsasi 1.20 gacha bo'lgan fasad, balandligi 50 sm gacha, har bittasi 50 sm gacha bo'lganini bemalol ishlatsa bo'ladi. Faqat tepa tarafiga ko'rib turganingizdek 4 ta petli qo'ygan, 4 ta petli mana shu narsani ishlab beryapti. Undan tashqari bu yoqda hashka mexanizmda ishlatilgan ustki fasadda qilingan. Undan tashqari bu ham servo drive'da, hozir bu yoqda bo'lsa kerak. Servo drive'da HL. Yana bitta narsa, mana buni ochib qo'yasizlar. Bemalol ishlatyapsizlar. Installationsga joy qani desa, yo'q joy. Mana shu narsani ishlatsa bo'ladi. Polka fiksatorim. Undan tashqari mana shuni ustiga tosh qo'yib qo'ysa, mana sizlarga tayyor рабочий kuxnya. Mana buni ustiga tosh qilinadi, bo'tga ham tosh qilinadi. Bo'tga ham eng ishlatadigan narsalarni qo'yib, tosh qilib ishlatsa bo'ladi. Oddiygina yechim, kichkinagina joy, hozirgi trendga aylanayotgan narsalarda bemalol ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda fiksator shunday ko'tariladi. Buni kirgizib yuboriladi. Bu mexanizm yana bitta narsa, e'tibor beradigan narsa, Uno degan mexanizm. Mana bu yerda rozetka qo'yilgan, ishlayapti. Mana shu narsa Toshkentga kelgan. O'rtacha hali narxini hisoblab berishmadi. Bitta dona bitta donaliga ham ishlatsa bo'ladi. Обязательно servo drive olishim kerak degan narsa yo'q. Endi bu yerda mana yopib qo'yamiz. Fiksatsiyada kirgizib yuboramiz. Endi bu yerda tortmalarni turlari. Bu Legra box. Fasadga e'tibor beringlar, 8 taliga ham ishlatsa bo'ladi. Bundan tashqari mana bu yerda inox. Bu yoqda ichlardagi hamma narsasini Toshkentdagi Bloom'dan topsa bo'ladi. Yana bitta narsa, endi videolarim cho'zilib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin foydali bo'lsin deymiz. Mana shu narsa o'rtacha 500-600 dollar turadi. Buni tiponga qilyapsizlar, lekin sizlarda muammo bor. Shu narsani biz ham hammaga ruchka qo'yib yuboramiz. Mana shu narsa yechilyapti-da. Buni yana sizlarga o'zingizlarga kommentariyada qoldiraman. Nega ikkita turibdi? Nima uchun ikkita qilingan degan javobini kommentariyada yozib qo'yinglar. Bizga videolarimizni yoqayotgan bo'lsa, podelitsiya qilib qo'yinglar va obuna bo'linglar.